Hozirda trendda bo'lgan shu libosni bichilishini tushuntirib beraman. Old va orqa andazasini oling. Orqa qismini olib qo'ying. Old bel qismini qirqing. Tepa asosni buklovda bichib oling. Proymadan belgacha bo'lgan o'lchamni teng 3 ga bo'ling. Yelkadan 1 sm oling. Nuqtalarni aynan figurniy lineyka yordamida chizib oling. Buksa qismini ham buklovda biching. Beldan buksagacha bo'lgan o'lchamni teng 2 ga bo'ling. Bel vitichkalarini yopib oling. Yon qismini buksa kengligicha chizing. Old o'rtasini toping va buksa nuqtasi bilan aval qilib chizing. Bel vitichkasini birlashtirib qo'ying. Mana tayyor ko'rinishi. 4-patok modellashtirish kursimga qabul ochiq. Agar siz bichish va modellashga qiynalayotgan bo'lsangiz, bu kursim aynan siz uchun. 70 dan ortiq mavzular 2 oy davomida noldan boshlab o'tiladi. Kursda kurator faoliyat olib boradi. Eng asosiysi, kurs sizda doimiy qoladi va sertifikat beriladi. Kursni cheksiz muddatga qolishi har doim qaytadan videolarni ko'rib, o'rganish imkonini beradi. Siz ham aniq maqsad sari natijaga erishishni xohlasangiz, shu raqamlar orqali Telegramdan bog'laning va joyingizni band qiling. Kursda joylar soni cheklangan.